Shikoyati kelganda bosh aylanishi, ko'ngillanishi, quloqdagi og'riq va yiring kelishiga shikoyat qilib keldi. Tekshirib ko'rganimizda endoskopik tekshiruvda tashqi eshituv yo'lida kuchli shishish va yiring kelishi aniqlandi. O'ng quloqda demak kuzatilyapti mastoidit, suyak yemirilishi kuzatilgan. Oldingi devorida demak eshituv yo'lida defekt aniqlanyapti, suyak to'qimasi yo'q. Bu oldindan bezovta qilgan. Hozir bosh aylanishlari qo'shilgani uchun bemorimizga o'ng tomonlama radikal operatsiya tavsiya etdik. Hozir operatsiyani o'tkazamiz. O'ng quloq radikal operatsiyasini tugatdik. Bemorimizda doimiy yiring oqishlari, quloq orqasidagi og'riq, bosh aylanishlari bor edi. Xudo xolasa bu shikoyatlardan xalos bo'ldi.